Temir yo'ldan qoch, Timur orqadan hozir poyezd kelib qolsa-chi. Bu yerda prom zonalarning qatori bo'lganiga mana bunaqa temir yo'ldan nechta bor ekan? Birinchisi mana bu joyimizning orqasida, ikkinchisi bor, to'g'rimi? Xo'p, bitta tanishtirib o't, zo'r ekan, fasad 60 metrdan katta, uglovoyda joylashgan. 31 sotuv. 31 sotuv xo'p shu. Tayyor. Aha. Angari, потолоки 6 metr. Angar 1,5 ming kvadrat, ofisli 700 kvadrat. Da, полностью. Общий 2200. Selxozdan necha kilometr bo'ldi mana shu joyimizgacha? Institutdan 2,5. Instantdan 2,5 kilometr kirganimiz edi. Seleksiyani ko'pchilik biladi. Bunaqasi TTZga chiqib ketadigan joy, bunaqasi selxozga chiqib ketiladi. Uglovoy fasadlari juda katta ekan joyimizni. Nima zo'r tarafi bor buni? Arendatori bilanmi hozir? Ha, действующий arrendator. Oyma-oy pul to'layapti. Firma o'tiribdilar. Ketishga niyati yo'q, xudo xolasa. Kontraktni cho'zdiradi. Bu joyimizni kimga taklif bera olamiz? Kvartira 5-6 ta kvartira olib, remontlarni buzib tashlab, remont qilib, charchagan akalarimiz bo'lsa, mana bitta katta joyni olinglar. Oyma-oy yaxshi summa olib turinglar. Конечно, keyinchalik masalan nimadir bo'lib qolsa, qurilishi ham imkoniyat bor. Bo'l, tushundim. Primoy joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldiramiz. 31 sotiq 2240 kvadratli o'zining binosi va tayyor arendatori bilan.